Assalomu alaykum. Ertak og'zaki xalq ijodida benihoya muhim tarbiyaviy o'rin tutgan qo'shiq va laparlar, maqol va matallar kabi ko'hna adabiy janrlardan biri. Ertak yozma adabiyotni taraqqiyotida katta xizmat qilgan. U yirik badiiy asarlar uchun manba bo'lgani kabi o'zi bevosita turmush faktlar asosida vujudga kelgan. Uning rang-barang mavzulari xalqlar hayotining turli ko'rinishlaridan va ularni hayot uchun olib borgan kurash usullaridan namunalar beradi. Ming bir kecha ertaklari uzoq o'tmishni ajoyib voqealarini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlab beruvchi asardir. Bu asar o'zida aks etgan va yoritgan mavzularning ko'pligi, rangorangligi bilan ham jahon adabiyoti miqyosida alohida o'rin olgan, dunyo xalqlari orasida shuhrat qozongan. Asar o'zining yozilish uslubi jihatidan ham diqqatga sazovordir. U asosan nasrda yozilib, she'riy parchalar ham ora-sira uchraydi. Bu parchalar ertak mazmunini to'ldiradi, unga yoqimlilik bag'ishlaydi, uning ta'sir kuchini oshiradi. Bu she'riy parchalar asar syujeti bilan uzviy bog'liqdir. Afsuski, asardagi she'riy parchalar ko'p nusxalarda har xil o'zgarishlarga uchragan. Ba'zi nusxalarni tushirib qoldirilgan. O'zbek tiliga qilingan avvalgi tarjimalarida ham aynan shu holni ko'rishimiz mumkin. Ming bir kecha ertaklarining qayerda va qachon yozilgani noaniq. Eng ishonchli va puxta manba Kashfu Zunun muallifi kotib Jalabiy faqat Alif Laylo va Laylo degan ismni ko'rsatish bilangina cheklangan. Ming bir kechaning qachon yozilgani aniq bo'lmasa ham, uning qadim davrlardayoq yuzaga kelgani aniq. Asarni ahamiyati ham ana shu qadimgi davrlar voqeligini, hayot fojialarini, xalq boshidan kechirgan og'ir kulfat va alamlarini, hatto o'sha davr hayoti uchun mudhish hisoblangan dev va jin afsonalari hamda boshqa voqealardan namunalar berishdadir. Shuningdek, dastlab asarning qaysi tilda yozilgani haqida ham turlicha fikrlar mavjud. Ming bir kechada tasvirlangan voqealar tarixiy taraqqiyot sharoitida o'tagan bir qancha xalqlar uchun umumiydir. Ming bir kecha birinchi marta shoir Siddiqiy Xondayliqiy tomonidan fors tilida o'zbek tiliga tarjima qilinib, Toshkentda nashr etilgan.